Mashinkani ipini haligacha xuddi shunaqa tugun holatda tugib, iplarini o'zgartiryapsizmi? Kelinglar, bugun sizlarga eng oson usulini va xohlagan ninizni uchidan o'tadigan holatda tugun qilishni o'rgataman. Demak, birinchi bo'lib o'zgartirmoqchi bo'lgan ipimizni olamiz va ustki qismidan eski ipimizni X holatida qo'yib olamiz va o'rtasidan ushlaymiz va ushlab turib, shu o'zgartirmoqchi bo'lgan ipimizni atrofidan bir marta aylantirib o'tamiz. Ana endi qora ipni oq ip o'rtasidan olib o'tamiz va videoda ko'rsatilgandek qilib iplarimizni tortib olishimiz kerak bo'ladi. Tirnog'ingizga nima bo'lgan deydigan qizlarimiz uchun shu videoda aytib ketaman. Tirnog'imga hech nima bo'lmagan, eshigiga qisib olganman shunchaki. Shu endi o'sib ketishini kutyapmiz. Va mana qizlarjonlar, eng ingichka tugunimiz tayyor bo'ldi. Ana endi mashinkani hamma teshiklaridan va ninadan o'tkazib ko'ramiz. Va mana qizlarjonlar, bizani tugunchamiz hamma teshiklardan silliqqina o'tyapti, hech qaysi joyda uzilib ketgani yo'q, hattoki ninadan ham. Keyingi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lishni unutmang.